Oningni palon qilaysani deydigan jo'ralar hozir juda ko'payib ketgan. To'g'ri, jo'ralarni orasida hazillashish, bir-birini so'kish, ahmoq mazah qilish bo'ladi. Lekin onasidan so'kasizlarmi? Miya aylanishlar dalboyiblar. Onasidan ham so'kasizlarmi? Kecha streamda o'tiraman, bittasi hammasini onasidan so'kib o'tiribdi. Streamdagi bolalar jim o'tiribdi. Dalboyib u seni onangdan so'kyapti. Jo'raymi, boshqasimi qo'y bilan og'zini bitta ur. Onang o seni. O'zingni dadangga tinglayapti seni. Dalboyib jo'rang bo'ladi. Jo'ra onadan so'kib hazil qilmaydi. Hazil hech qachon onadan so'kilmaydi. O'zini so'k, hazil qil, dalboyib deb boshqa narsa de. Mana shunaqalar hozir juda ko'payib ketgan bilasizlarmi? Ayniqsa virtualdan o'zini qahramon yasab olib onadan so'kadiganlar bor. Hammani oldi ochko yig'gandek, zo'r bo'lgandek virtual giroylari. Bilat oldiga borsang yoki ko'rishib qolsang qo'lidan bir po'q kelmaydigan odamlar bo'ladi. Chunki mana yerda haqiqiy erkakman degan odam, haqiqiy erkak onadan hech qachon so'kmaydi. U mana yerda urib tiqib qo'ysa ham onadan so'kmaydi. Chunki unda chest degan narsa bo'ladi. Ba'zi birlarning qulog'iga bu narsa o'rganishib qolgan. Onasidan so'ksam po'q yuraveradi. Bitta mana shu narsani tasavvur qilib ko'ringlar. Onanglarni so'kayotgan bola onanglar bilan bir kecha yotib shu ishni qilishini bitta tasavvur qilib ko'ringlar. Dalboyoblar. Kim bo'ladi? Farqi yo'q, kichkinami kattami og'zini sinab bitta ur, qayt so'kmaydigan bo'lsa yoki yashatma bu hayotda. Mana o'rtoqlarim ham hazil qiladi, ko'p deb hazil qiladi, dalboyob deb hazil qiladi. Lubboy o'rtoqlarda bo'ladi narsa. Onadan so'ktirma. Hech qaysi lekin onadan so'kmaydi, miyasi ishlagan odam. Itaji kimdir onasidan so'ksa, u odam qarab ham turmaydi. Mujiklar biladi.